Insonda qachon xotirjamlik paydo bo'lar ekan desa, inson doim o'zidan pastdagilar bilan o'zini solishtirish kerak ekan. Insonda rozilik paydo bo'ladi. O'zini hayotidan rozilik degan narsa paydo bo'ladi. Agarda o'zingizdan pastdagilar bilan o'zingizni solishtirsangiz. Agarda siz o'zingizdan tepadagilar bilan o'zingizni solishtirsangiz, sizda norozilik paydo bo'ladi va xotirjamligingiz yo'qolib qoladi. Birov hayotini hisob-kitob qiladiganlar ko'payib ketgan. Masalan, Instagramda ham shunaqa ko'p, falon aktyor mamlaqa topar ekan, falon odam mamlaqa mashina haydar ekan, yoki erkaklarni o'tirishi ham shunaqa, falon odam mamlaqa topadi. Bu insonni o'zini hayotidan zeriktirib qo'yadi va xotirjamligini olib qo'yadi bu narsa. Inson doim o'zidan pastdagilar bilan o'zini solishtirish kerak. Qachon o'zingizdan tepadagilar bilan solishtirasiz, yaxshi amal qilayotgan odam bilan o'zingizni solishtirasiz, yaxshilikka intilasiz yoki ilmli odam bilan o'zingizni solishtirasiz va ilmga intilasiz. Mol dunyo, hayotdagi moddiy rivojlanishda o'zingizdan pastdagilar bilan solishtirasiz o'zingizni. Shunda sizda xotirjamlik, qanoat degan narsa paydo bo'ladi. Boshqani hayotiga qiziqma, o'zingizdan zerikib qolasan deydi. Shunaqada. Bitta o'zingizdan boyroq odamni ko'rsangiz, aniq bilasizki, o'zingizdan kambag'alroq odam bor. Qarasangiz, ha xudoga shukr, menda shu bor-ku deysiz. Nosog'lom odamni qarasangiz, sog'lomligingizni ko'rasiz. Xullas, o'zingizdan yomonroq odamga qarasangiz, o'zingiz hayotingizdan mamnunlik, rozilik, shukr degan narsa paydo bo'ladi.